Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir daraxtlar tagidagi begona o'tlarda o'rishda ba'zi xatoliklar ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu daraxtimiz qurib qolgan. Sababi ko'rib turibsizlar, mana daraxtimizning ostida mana o't o'rgichimiz aylanib turib shilib ketgan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu daraxtimiz ham xuddi shunday. Bari ko'rib turibsizlar, o't o'rgich aylantirib shilib ketgan, lekin tagidan boshqa ko'kargan. Bu shilgandan tagi. Mana bu daraxtimiz ham xuddi shunday. Mana o't o'rgich aylantirib shilib ketgan. Mana postini mana tagidan boshqa ko'kargan. Mana bu daraxtimiz ham xuddi shunday. O't o'rgichimiz shilib ketgan, aylantirib boshqa ko'kargan. Endi bu yil buloq qurisa kerak. Mana hammasini shunda shu holat. Mana ko'rib turibsizlar. Shuncha mehnat. Bular 2 yillik daraxtlar, 2 yil, 3 yillik. Avvalundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bunday holat juda ko'p. Mana bu daraxtimiz ham xuddi shunday. Mana tepadan shilib ketgan, lekin mana pastki qismidan ko'kargan. Menimcha bu yerda hozir yuzlab emas, millionlab daraxt to'g'risida gap ketyapti. Hammasi shunday. Pashti ko'plab daraxtlar shu holatda. Buni nima qilsa bo'ladi? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib yuborasizlar.